saqlasak otalarni ruhlari shod bo'lishi uchun. Rahmat. Kechiringlar, shodlik paytda yig'ladim. Madadkorim otajonimni eslab. Ko'nglim toshib dunyolarga sig'madim. G'arib otam otajonimni eslab. Bolaligim sho'xliklarim kechirgan. O'zi uchun emas, farzandi uchun yashagan. Dardman yuzim kulib mendan yashirgan. G'arib otam otajonimni eslab. Qiblagohim mehribonim otajonimni eslab. Faqat Alloh yagona deb yurganim. So'ngra esa ota esa sig'inganim so'yganim. Dovullarga bardosh bergan yelkanim. Hidokorim otajonimni eslab. Mehribonim, soyabonim, qiyomatim otajonimni eslab. Rahmat azizlar, yana bir bora xush kelibsizlar deymiz. Mana shu to'yimizni kamol ehtirom ila yulduz oyni ikki xolajonlari Fatima va Zuhra xolajonlarni sizni chiroyli qarsaklaringiz ostida ularni chiroyli o'yinlari bilan boshlasak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Marhamat, davrada xolajonlar o'ynasin. Fatma Sulton Pecado
xolajonlari sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yulduz oyi, oq harir libosing muborak bo'lsin. Bu kundan ostonang baxtlarga to'lsin. Qaynonang onang yo qaynotang otang, yoring Timurjon muborak bo'lsin deya hozirgi navbatda kamol ehtirom ila Yulduz oyni Baxtiyorjon va Akram amakijonlarimiz oilalari bilan sizni chiroyli qarsaklaringiz ostida mikrofon yoniga taklif etamiz. Marhamat, Gulchehra xolajonlari. Orzulardan oppoq ko'ylak kunduzda onang, oppoq harir unvoningdan nafis oq chechak, oq poyandoz atir gulga to'ldirdi onang, bu dunyoning oq niyati sensan kelinchak. Assalomu alaykum uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar va mezmonlar, xudojonlar, xushkelibsizlar, sodiq fiklar oilasiga, baxtli bo'l Yulduzjon, Timur do'stlarga. Rahmat. Rahmat. Xolajonlari albatta so'z isboti bilan birgalikda yaqindagina Yulduz oyni amaki qizlari ham xola qizlarni yangi hayot ostonasiga qadam qo'ygan qaynona va kuyovlari, qaynotalari bilan aziz davramizga taklif etamiz. Marhamat.
qora yoshga Samarqand minorasidagi uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Jon ato etding-yu, baxting tiladim. Beqiyos baxtingni ko'rsatsin Alloh, duoga qul ochib iqbol tiladim. Shu mening tilagim, aziz jonginam. Daraxtlar ekanu mevasin yemagan akajonimdir. Azoblar tortganu rohatin ko'rmagan akajonimdir. Orzular qilganu shu kunni ko'rmay ko'z yumib ketgan akajonimdir. Yulduzjonim, dadajoning yuraklarida nima orzu niyatlari bo'lgan bo'lsa, hammasi sizlarga yor bo'lsin. Pirlamadadkor bo'lsin. Allohim o'zi sizlarni panohida asrasin. Baxtli bo'linglar. Ammajonlari sog' bo'ling, marhamat, so'z albatta isbotlanib birgalikda. Xizmatida charchamas, g'am alamdan g'ashlamas, jiyan uchun jon talash, jonima jondosh bo'lgan ammajonlar bor bo'lsin. Xizmatda doim tayyor bo'lgan ammajonlar o'ynasin. Eşkıya
muvaffaq saodat tilaymiz. Kelajak ishlarda, o'qishlarda toplaymiz. Mana Yulduzjon bizni kollektivga juda qisqa vaqt ichida ishlayotgan bo'lishiga qaramasdan juda bir aktiv qiz. Yaxshi kirishib ketdi mana shu kollektivga. O'zini chaqqonligi bilan, bilimdonligi bilan bemorlarga juda yaxshi xizmat qilyapti. Biz o'ylaymizki, mana shu oilasiga ham, yangi oilasiga ham juda bir yaxshi kirishib ketadi. Biz mana shu yerda kelolmay qolgan kollektiv a'zolaridan nomidan o'zini mamnunlik uzoq maqsadlar tilaymiz. Hamisha yaxshilik bilan bo'lsin. Kelasi yil besh to'ylarga kelyapmiz. So'z albatta isbot bilan birgalikda. Marhamat. Mana Yulduzxonni dugonalari kelgan bizning mana kollektiv, xudo xohlasa. Marhamat, davrada kollektiv.
joyiga ketsin deya hozirgi navbatni Yulduz oyni, Hoji ammajonlarni, Moyra amaki xotinlarni va Mansura xolajonlarni oila a'zolarini ajoyib davramizga chorlab qolamiz. Marhamat.